Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun mana Marhamat tumaniga xomg'ish olib keldik. Bu kamasimizda 6000 ta g'ish bor. To'kilish jarayonlari ham mashq holatda bo'ladi. Boshida ochganda birinchi yerga tushgan g'ishlar ozgina sinishi mumkin. Undan keyin bir-biriga taralib to'kilgani hisobiga unaqa ko'p g'ish sinishi ham bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana oldiga yurgan sari sekin g'ishlar bir-biriga ishqalanib tushyapti. 50 ta, 60 ta, 100 tagacha ur. Masalan, 5000 ta olsangiz, 50 ta, 60 ta, 100 tagacha qo'shilib boradi g'ishlar sinishini hisobiga. Oshiq kamiga deb o'sha 50 ta, 60 ta qo'shilib boradi o'zi aslida. Xudo xolasa mana shu holatda g'ishlarimiz to'kildi. Kimga shunaqa g'ish kerak bo'lsa, xom g'ishlar aloqaga chiqsalaring, ekranda nomer qoldiramiz. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bu g'ishimiz Marhamat tumaniga 540 so'mdan dastavkasi bilan yetib bordi. Xudo xolasa ekrandagi nomerga aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz.